Assalomu alaykum kanal muxlislari. Bugungi darsimiz Excel dasturida filtrlardan foydalanish bo'ladi. Filtrlar nima uchun kerak? Bilasizlar, Excel dasturlar jadvallardan iborat bo'ladi. Ba'zida jadvallar juda katta bo'ladi, ma'lumotlar juda ham ko'p bo'ladi. Bundan kerakli ma'lumotlarni ajratib olishda yangi Exceldan foydalanayotgan foydalanuvchilar ozgina qiyinchilikka duch kelishadi. Lekin bu aslida ma'lumotlarni ajratib olish juda ham oson. Filtrlar bilan foydalanib darsimiz boshladik. Bo'lmasa quyidagicha Excel fayl bo'lsin. Bu faylni men ChatGPTdan ko'chirib oldim. Mana bu ikkita ustun aslida bir xil, sal ko'proq, kattaroq bo'lib tursin degan ma'noda bu jadvalni kopiya qilib oldim. Endi mana bu O'zbekiston Respublikasining viloyatlari va ularning tumanlari. Andijon, Asaka, Baliqchi, Andijon viloyati. Mana bu yerda Xorazmgacha bor. Demak, mana shundan masalan biz qandaydir viloyatni ajratib olaylik. Bu yerda hozir 200 tacha 127 ta xato bor ekan. Demak, o'sha xatolar ichidan misol uchun qandaydir viloyatni ajratib olaylik. Buning uchun filtrlardan foydalangan qulayroq. Misol uchun viloyatlarni ajratib olish uchun viloyatga kelamiz mana. Hozir bir yacheykada turibmiz. Главный menusida turgan bo'lsak, sortirovka filtrga kelib bosamiz va bu yerda filtr tugmasini bosamiz. Mana ko'rgan bo'lsangizlar, pastga qaragan strelka paydo bo'ldi. Demak, strelkani bir marta bosamiz mana. Ko'rgan bo'lsanglar, mana har xil viloyatlarning nomlari chiqib qoldi. Endi videosedagi tichkani olib tashlaymiz. Misol uchun biz hozir Toshkent viloyatini ajratib olaylik. Toshkent viloyatining oldiga tichka qo'yamiz va ok tugmachasini bosamiz. Mana Toshkent viloyati. Endi buni boshqa listga ko'chirib olamiz. Buning uchun Ctrl A harfini birgalikda bosamiz. Mana belgilandi va kopiyani bosib turib ikkinchi listni hozir 3-list bo'lib qoldi bizda. 3-listga kelib turib stavitda bosishdan oldin mana buni tanlab olsak ma'qulroq bo'ladi, chunki bizga kerakli razmerni o'zgartirmasdan tanlab beradi. Birinchi mana hech qanaqa yozuvlarni buzilib ketgani yo'q. Birinchi listimizda qanday bo'lsa, ikkinchi shu 3-listga ham xuddi shunday ko'chirib berdi. Mana ajratib oldik Toshkent viloyatini. Birinchi listga qaytamiz. Filtrlarni olib tashlash uchun sortirovka filtrga kirib, filtrni qaytadan bir marta bosadigan bo'lsak, joyiga keladi mana. Endi bitta emas, ikkita tumanni ajratib olaylik, ikkita viloyatni ajratib olaylik. Mana viloyatga kelamiz. Buni mana bu joydan qilsam bo'ladi. Mana ikkinchi viloyatdan kelib. Filtrni bosamiz. Filtr bo'lmadi mana. Qiladigan bo'lsak mana hamma viloyatlar turibdi. Tichkani olib tashlaymiz. Misol uchun Samarqand va Sirdaryo viloyatlarini ajratib olaylik. Va ok tugmachasini bosamiz mana. Samarqand viloyati va Sirdaryo viloyatlarining tumanlari bilan. Endi buni ham keyingi listga ko'chirib olish uchun o'tgan darslarimda qo'llangan usuldan foydalanamiz. Listni ustiga bosib turib переместить kopировать bosamiz. Birinchi listda deyapti. Ok deymiz. Mana
Birinchi list, ikkinchisi hosil bo'ldi. Mana birinchi list turibdi qanaqa bo'lsa shunaqa bo'lib, mana ikkita hosil bo'ldi. Birinchi listga kelib biz filtrni olib tashlaymiz yana. Filtr bosadigan bo'lsak, mana olib tashladik. Nafaqat viloyatni, bu yerda tumanni ham ajratib olishimiz mumkin edi. Misol uchun bir xil tumanlar bo'lmaydi endi O'zbekistonda. Misol uchun bir xil nomlar, bir xil sifralar, bir xil familiyalar bo'lishi mumkin. O'sha vaqtda qo'l keladi. Misol uchun qandaydir tumanni ajratib olaylik. Xo'p, tumanga kelamiz va filtrni yoqamiz. Filtrni yoqamiz va ochib turib delete olib tashlaymiz. Hop, masalan, Koson bo'lsin, Kosonni ajratib olaylik. Mana Koson tumani ajratib olindi. Xuddi shunaqa, agar bir xil familiyalar, bir xil yilda tug'ilganlar bo'ladigan bo'lsa, xuddi mana shunaqa qilib ajratib olish oson bo'ladi. Katta jadvallar bilan ishlaganda, familiyalar bilan ishlaganda, adreslar bilan ishlaganda bu juda ham kerak bo'ladi. Olib tashlaymiz filtrni. Filtrni olib tashladik. Mana shuning bilan bugungi darsimiz tugadi. Like va kommentariyalar ayamang. Obuna ham esdan chiqmasin. Obuna juda ham kerak bo'lyapti. Dars tomosha qilganlar uchun rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha